Bugün Instagram'da bitta anaqa ko'rdim. Jahongir Otajonov Yulduz Usmonova sudga berib o'tirmayman yana deb turib, mayda bir qatorini aytibdi-da. Men Jahongirni u hazilini sarkazm deb tushundim. Hali u ham qo'shiqlarni o'zlashtirilishiga qarshi, sizga o'xshagan olinglar, men xalq uchun qilganman aytdingiz-ku. Men bolam mendan keyin bu qo'shiqlarni olib o'ziga bosib olish kerak emas, xalq uchun kim aytsa aytsin. Menga qarang. Bitta yubileyingizda Alloh bergan ne'mat, Allohdan ilhom kelmasa yoza olmaysan. Nima haqqing bor seni meros qilishga? U haligi u Allohning ne'mati u. Alloh bergan. Bu o'sha xalqqa, mana shu bugungi xalqqa bergan ne'matda bu. Shu. Endi shuni yetmagan odamga gapirish qiyin. To mana shu ahmoqona, to aql kirgunga cho'r omilligimiz, johilligimizni alomati mana shu. Shunaqa. Dunyoga chiqmagan. Dunyoga chiqqanda bilardi.